Assalomu alaykum. Bugungi videomizda mana bu Logitech mishkim haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bu mishkini oldingi videomda, masalan, bugungi kundan 5 oy oldin sotib olgandim. O'shanda bu Logitech firma mishkasi haqida qisqacha ma'lumot bergandim. M190 model mishka sotib oldim. O'sha yaxshi ishlab turdi. Masalan, 1 oy, 2 oy, 3 oycha xizmat qildi. O'sha obzor qilgan videom 3 oycha xizmat qildi. Keyin 3 oydan keyin mishkani faqat mana bu roligida muammo boshlandi. Roligida bizda men ishim avtokad bo'lgani uchun o'sha uchun faqat ko'pincha rolikda ishlatamiz biz. Rolikni ham knopka qilib bosamiz. O'sha rolikda ishlatganimiz ustida 2 oy, 3 oycha menga mishka xizmat qildi va keyin roligida muammo boshlandi. Boshqa bu ikkita knopkasida hech qanaqa nimasi yo'q, zaryadkasi, boshqa DPI-lari yaxshi, faqat rolikda. Rolikdagi muammosi bizda mana bunaqa chizmamizni yaqinlashtirishimiz kerak, uzoqlashtirishimiz kerak rolikdan foydalanib. O'sha paytda bu komanda beramiz biz rolikda yuqoriga pastga tog'lab komanda beramiz. O'sha komandani bajarmaydi. Bizga salgina ochish kerak paytda ko'p yaqinlashtirib yuboradi. Ko'p yaqinlashtirish paytida ozgina yaqinlashtirib yuboradi. Bizda ko'p hujjatlarda Telegramdan oldi-berdi qilamiz. O'sha Telegramdan oldi-berdi qilgan hujjatlarda ham yuqoridagi hujjatlarni izlayotgan paytda rolikni yuqoriga tog'lab komanda beramiz, lekin komanda qabul qilinmaydi. Shundan keyin men bozordan yana boshqa oddiy mishka sotib oldim. Bu hozircha bu ham hech qanaqa nimasi yo'q, muammosi yo'q, yaxshi xizmat qilib turibdi. Faqat bu Logitech firmani mishkasini men roligida bitta tushunmagan joyim bo'lib turibdi. Bu rolik menda ishlamay qolganda o'shanaqa qilib men komanda bersam komandamni to'g'ri qabul qilmaydi boshqacha. Lekin o'shandan keyin rolikim buzildi deb buni mishkani kompyuterdan ajratib olib bu yoqqa qo'yib qo'ydim va bu mishkadan foydalanib yuraman va taxminan bir 10 kunlardan keyin buni yana kompyuterga ulab turib bunaqa qilib ishlatib ko'rsam va rolik yana ishlaydi. Lekin qanaqadir siz ishlatib boshlasangiz, qanaqadir komanda bir 20-30 marta qanaqadir komanda berilgandan keyin yana o'shanaqa rolikda muammo yana paydo bo'ladi va yana o'zining aytganidek qilib siz bergan komandangizni bajarmaydigan bo'lib qoladi. Lekin uni men nimagaligini tushunmadim. Bu ichida faqat rolikning mexanizmida bormi yo faqat o'sha rolik mexanizmi qanaqadir qizib ketadi deb o'yladimmi? Nimaga deganda o'shanaqa qilib keyin men qayta sinab ko'rdim. Kompyuterga ulayman va rolikni tekshirib ko'raman. Hop, hozir mana komandam qabul qilib turibdi. Lekin qayta ishlataversam, taxminan ertalab ishlatish boshlasam, obedlarda yana o'shanaqa qilib oldingiday ishlamay qolib boshlaydi. Keyin o'shanaqa qilib men yana kompyuterdan ajratib qo'yaman, boshqa mishkimdan foydalanib turaman. Boshqa mishkim ham hozir ishlab turibdi. Keyin yana 10 kunchami, taxminan 10 kuncha qilib qo'yib, yana qaytadan olib kompyuterga ulab, podключение qilib, keyin yana ishlatib ko'rsam, yana shunaqa bir kun yo bo'lmasa yarim kun nima qiladi? Komandani qabul qilib turadi. Endi faqat rolik ko'p ishlatiladigani, masalan, Excel qilganimizdan ham bizda Excelda ko'p tablitsa qilinadi, yuqoriga pastga ko'tarib tushirishimiz kerak. O'sha uchun bunda ham yana o'sha roligimiz bizga pand beradi. Ko'p vaqtimiz oladi o'shanaqa yuqoriga pastga qilingan komandani qabul qilmay. Endi bu yerda aytmoqchiligim, bu o'shanaqa 10 kun ishlatmay qo'yib 10 kundan keyin olib yana qaytadan kompyuterga solsak, rolik yaxshi ishlaydi. Lekin bir kun, yarim kundan keyin yana rolik ishlamay qoladi. Shunda sabab nimadan ekan? Bu qanaqadir qizishdan bo'ladimi? Lekin o'zida hech qanaqa ovoz yo'q. O'zi yaxshi joyida turibdi. Hech qanaqa nima qo'ldan tushib ketmagan, zarba yemagan. Faqat
o'sha rolikida qanaqadir muammo bo'lib turibdi. Keyingi safar bozordan olgan paytimda men faqat mana bu rolikni ovozini bosib oladigan bo'ldim. Bosib ko'raman. Bunaqa ovoz chiqadi. Men o'ylashimcha bunaqa ovoz chiqarsa bu roliklar yaxshi emas. Lekin endi buni firmasi mashhur firma bo'lgani uchun oldim. Boshqa joylari yaxshi. DPI ham yaxshi. Bu yerda lazeri nima qilmaydi, yonmaydi va постоянный o'zi avtomatik ulanadi va avtomatik ajratadi lazeri. Lekin o'sha rolikni mana shunaqa qilib bosib ko'rsam, shunaqa ovoz chiqaradigan bo'lsa, endi bunaqa roliklar yaxshi emas deb o'yladim. Va endi buni bozorda endi eng oddiy mishkalardan hammasini o'shanaqa qilib bosib ko'rdim va mana bunda faqat ovozi mana men bosyapman. Ovozi sekin chiqadi, sekin eshitiladi. Endi menimcha shunaqa roliklar yaxshi bo'lsa kerak deb o'yladim. O'sha kirgan magazinning egalaridan ham so'radim, sotuvchilardan. Ular ham aytdi, o'sha endi arzon mishkalarni roligi mana shunaqa bo'ladi. Hammasi shunaqa dedi. Original qimmat mishkalarda bo'lsa, ovozi endi shunaqa ovoz eshitilmaydi. Ham mana shu rolikada garantiyasi bo'ladi dedi. Lekin ular kamida $100 yuqorida turadigan mishkalarga dedi. Endi bu mishkani ham oddiy mishka. Endi olib foydalanib ko'raman. 2 oycha bo'ldi. Hali defekt chiqarmadi. Buni ham DPI knopkasi отдельный, DPI ham yaxshi.